Uchtepa tumanidan dangalama uchastka olgan bo'larmiz. Uchtepa tumani katta Qani mahallasiga kelganmiz. 3-6 sotuvga joylashgan 7 ta xonali, 5 ta sanuzeli bor xonadonimiz sotuvga qo'yilyapti. Ko'rasizlar, mana fasadlari ham kattagina oldilariga archalar ekib qo'yishgan. Sizlar bilan hozir bitta obzor qilamiz. Bu videoga like bosib qo'ying. Like bosgan ostidan bitta inson tanlab shu yerga pul o'tkazib beraman. Qani obzorimizni boshlaymiz. Ketdi. Hop, ozgina ustal ishlangan bu yerda narsalar turibdi. E'tibor bermaysizlar. Kirganimizda kattagina hovlimiz. Darvozaxonasi yaxshi, sifatli narsadan ishlatganlar. Katta qani narxi video davomida bo'ladi. Siz bu videoga bitta like bosib qo'ying. Zeloniy zonamiz bo'ladi. Bu yoq tarafda umumiy sanuzel. Bu yoqdan bo'lsa podolga tushsa bo'ladi. Ketdi, ichkarilarni ko'rib chiqamiz. Kirganimizda o'ng tarafimizda ayollar uchun oshxona mo'ljallangan. Chap tarafimizda bo'lsa mehmonlar kutish uchun mehmonxona. Kattagina elektr ishlari, topli polishlari bo'lgan. Bu yoqda umumiy sanuzel. Bu yoqda yana bitta kattagina mehmonxona, bu yoqda bitta yosh katta onajon va otajonlarimiz uchun yana bitta xona bor, o'zini sanuzel bilan birga edi. Bu yoqdan podvolga tushsa bo'ladi. Podvolimiz ham kattagina. Ikkinchi etajimiz chiqqanda o'ng qo'lda bitta xona keladi, o'zini sanuzel bilan kattalar uchun. Bu yoqda mana ikkinchi xonamiz, buni ham o'zini sanuzeli bor. Bu yoq umumiy sanuzel, mana topli pollarniki tayyor. O'ng tarafda, chap tarafda yana katta-katta ikkita xonamiz. Bu yoqdan mansardaga chiqsa bo'ladi. Narxini startli 330 ming dollardan otdilar. Yana kelishadigan joyi bor. Uy sotish va sotib olish uchun menga obuna bo'lib qo'yinglar. Pastda ekan raqam bilan telefon qo'yasizlar.